Boyda bolasi 5-mavze, 2-qavat, 5 qavatli dom, 2 xonali uy, 57-58 kvadrat atrofida chiqadi. Mana hozir Sarvar ukamiz, operatorimiz kirib kelyapti. Bu koridor. Bu orqasini endi o'zlarining garderob qilishlari mumkin. Uyimiz eski uy, remonti yo'q deb hisoblanadi bu uylarda. Sentral отопленияsi mana davlat tomonidan o'rnatib ketilgan. Oynasi akfa qilingan. Mana qovurg'ani mana sentralning ulab olsang bo'ladi. Eski eshiklar, mana bunaqa xunuk-xunuk ranglar. Bu koridori. Mana o'ng qo'limizda hojatxonasi, bemalol ijod qilsalaring bo'ladi. Mana bu tomonda bularning spalnisi. Spalnisi ham planirovkasi ozgina qiyshroq bo'ladi. Bu tomoni ozgina uskroq. Bunaqa spalni bunday joylashtirib, bu tomonni kengroq qo'rsalaring bo'ladi. Oyna eshiklar hammasi eski, faqat bitta spalni xonadagi oynasini romi plastikdan qilingan. Plastikmi, alyuminiymi? Uni o'zlaring kommentariyada yozaverasizlar. Короче, ko'p kommentariy yozdilar, meni yomonlab tashlaylar. Qop-qora bola ekan deylar, xunuk bola ekan deylar, uy bo'lmas ekan deylar, uyning narxi qimmat ekan deylar, bu oshxonasi. Xo'sh, uyimiz ichida o'zi deyarli narsani o'zi yo'q. Faqatgina bitta ikki narsa olib chiqib ketiladi. U ham bo'lsa, bu balkon aytgancha 1,5 metrga 6 metr. Uyimizda olib chiqib ketiladigan narsa faqat mana shu kachol olib chiqib ketilinadi. O'rniga o'zlaring xohlasang kachol qo'yasizlar, xohlasang davlatning kacholni ishlatasizlar. Uni o'zlaring hal qilaverasizlar. Xullas, boyda bolasi. Uyning narxi 30.900 dollar so'ralyapti. Albatta sunnatga uydagar o'tib beraman deyapti. Uyimiz boya aytganim 2-etajda, 2 xona, 58 yo 57 kvadrat metr. Pastda o'zim raqamni qoldiraman. Menga telefon qilsalaring, egasini uchrashtirib qo'yaman, savdosi halol bo'ladi. Men sizlarga uy topib berganim uchun makrellik to'lovi bizda yo'q. Biz sizlardan pul olmaymiz. Bemalol bizga telefon qilaveringlar. Aloqadamiz har kuni 24/7 ko'rishguncha. Chao chao.